Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Servers Lab yangi epizodga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz yana bir muhim mavzulardan biri Futures Pro firmalar haqida gaplashamiz. Ya'ni 4 ta Pro firma Funded Next Futures, Top Step, My Funded Futures va Funding Tickslarni solishtiramiz. Qaysi birini tanlash kerak, qaysi birini shartlari yengil va qaysi birlarida tezroq payout bo'ladi, hammasini bugun qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman. Qani unaqada boshladik. Tak, mana bugungi biz obzor qiladigan pro firmalarni logolari Funded Next Futures, Top Step, My Funded Futures va Funding Ticks. Ana endi shularni bir chekkadan boshlaymiz. O'zi bularni obzorimiz boshlashdan avval birinchi tushunib olaylik. Pro firma nima o'zi? Pro firma bu sizga o'z pulini savdo qilishga beradigan, ya'ni agarda siz ular bergan shartlar va qoidalarga amal qilib testdan o'tganingizdan keyin sizga investitsiya kiritadigan kompaniya. Ana endi o'rtada hammasida bir xil balans bo'lishi uchun shu 50 kali akkauntlarni ko'rsataman. 50 kali akkauntni esa tushuntirib beraman haliroq nima uchun tanlaganimni. Tak, unda bo'lsam boshladik. Birinchi o'chiritda Funded Next Futures'da. Funded Next Futures 50 kali akkauntida profit targeti 2,5 ming, daily loss'i 1200, ya'ni kunlik prosatkasi 1200, maksimum drawdown 2,5 ming. Activation fee'si yo'q. Ko'rib turganinglardek salgina narxi qimmatroq, $249. Bu yoqda hammasi kiritilgan, ya'ni activation fee ham bir martalik to'lov bo'ladi. Faqat bir marta to'laysiz. Qolgan boshqa futurelarda oylik to'lov bo'ladi. Har oyda probdan o'tgunizcha har oy to'lab yurasiz. Bu xuddi Forex'dagidek option qilib berilgan Funded Next Futures'da. Pozitsiya ochishingiz 3 ta mini, 30 ta micro ochishingiz mumkin. Consistency rule'iga keladigan bo'lsak, 40%. Tak, ana endi reset fee 10% discount degan, ya'ni o'sha o'zini puliga 10% skidka qilib berishadi. Reset agar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz account slif qiladigan bo'lsangiz, qaytadan reset qilishingiz mumkin. Lekin скорее всего reset qilganda yangi account olib qo'ysangiz ko'proq qulayroq bo'ladi. Tak, endi ikkinchi probga o'tadiganimiz bu Funding Ticks. Funding Ticksda faqatgina bir dona option bor. Bu ham bo'lsa 50 kali akkauntda bitta stepda bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bular birinchi etapini student deb nomlaydi. Profit targeti $3000, max EOD $2000. Daily loss'i yo'q bunda. Shunga yaxshi tomoni. Lekin общий naqasi stopi kichkina, 2,5 ming emas, $2500 ga. Bu probdan o'tishingiz uchun minimum 2 kun kerak bo'ladi, ya'ni ikkita trading day bo'lishi kerak. Consistency faqatgina evaluation bosqichida 50% qilingan, masterga o'tganingizda hech qanaqa yo'q ekan. Consistency on rewards, hech qanaqa ikkalasida ham consistency rule yo'q hech qilib Funding Ticksda. Shuni yaxshi tomoni, kontraktlari ikkita kontrakt ekan, maksimum sal kichkinaroq pozitsiyalar ochasiz. Account fee $125 oyiga to'lab borasiz o'tgunizcha. Agar deylik ikkita trade'da o'tib ketsangiz ham $125, bir oy davomida o'tibsiz ham $125 bo'ladi. $125 ni har oy to'lab borishingiz kerak. Bunda ham activation fee'si yo'q, yaxshi tomoni. Lekin buni har oy to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Tak, endi keyingisiga o'tamiz. Bu Top Step. Top Stepda ham mana ko'rishinglar mumkin. 50 kali account popular. Ko'p odamlar 50 kali accountni tanlashadi ko'proq. Tak. Ana buni ko'rishinglar mumkin. O'zi normada $165, lekin skidka bilan $49 dan qilingan. Profit target $3000.
maksimum 5 ta kontrakt ochish mumkin. Eng katta position ochishga ruxsat beradigani hozircha men anaqam bo'yicha top step turibdi. Maximum loss limit is 2000. Xo'p, top stepda ham bor, lekin top step mana bu yerda ko'rsatmagan consistency rule bor. Men top step ishlatganman 50% va вот mana bu yerda esa all traders pay on time $149. Ya'ni mana bu $49dan o'tgunizcha to'lab yurasiz. Undan keyin yana $149 o'tganingizdan keyin activation fee bo'ladi. Sizga express funded account berish uchun, ya'ni funded bo'lgan vaqtingizda to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Tak. Mana bu yerda esa eng ko'p option beradigan My Funded Futures. My Funded Futures'da birinchisi Starter Plus pakida $127 oyiga 50 kali akkaunti, profit target 3000, 3 ta kontrakt, daily loss limiti yo'q, trailing max drawdown o'sha maximum loss 2000 ekan. Drawdown mode EOD ni hozir tushuntirib beraman. Buni ham activation feesi yo'q, sababi o'zi qimmat. Reset fee $127. Agar o'tolmasangiz, yana $127 to'lab reset qilib ketaverasiz. Scaling plan bor. Micro scaling in funded, consistency rule yo'q, yaxshi. Evaluation consistency rule, ya'ni challenge vaqtida consistency rule bo'ladi, lekin anaqa vaqtida funded bo'lganingizda consistency rule bo'lmaydi. Tak, scaling plan nima degani? Scaling plan bu sizni etapma-etap ko'tarib boradi. Ya'ni boshida deylik, mana bu yerda 2 tami 3 ta kontrakt, mana 3 ta kontrakt ochishga ruxsat bergan bo'lsa, sizni stabilniy trade qilishingizni ko'rib, haligi 3 ta kontrakt 5 taga ko'tariladi, и дальше ketaveradi. Tak, keyingisi expert account. Expert accountda $227 oyiga 50 kali akkauntda. Profit targetingiz 4000, maximum position 5 ta kontrakt ocha olasiz, daily loss limit 0, trailing drawdown 2000. Ko'rasizlar, почти bir xil, lekin 2 barobar qimmat, profit target ham kattaroq expert accountda. Tak, activation fee 0, reset fee $227. Buni bundan yaxshi tarafi sizga ko'proq qulay bo'ladi. Hech qanaqa scaling rule yo'q, micro scaling yo'q, micro scaling in funded, consistency rule yo'q, evaluation consistency rule yo'q. Ya'ni mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, yana no scaling is needed, no activation fees, no consistency rules for both challenge and same funded account, no minimum evaluation days, you can get same funded in same day, payout every 14 calendar day, extra max DD on 50k account size, 24/7 customer support. Okay, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, bu qo'pol qilib aytsa ko'proq pul ishlash anaqasi. Keyin biz gambler emasmiz, shuni hisobiga men maslahat berardim yoki Starter Plus yoki Starter o'zi, masalan, chunki почти razницasi yo'q, faqatgina mana bu scaling rule o'zi shundoq ham katta pozitsiya ocha olmaysiz siz stopingizdan kelib chiqib. Hozir uni tushuntirib beraman sizlarga. Tak, mana buni ko'rib chiqaylik. Starter profit target 3000, 3 ta kontrakt, buniki daily loss bor 1200, max trailing drawdown is 2,500. Drawdown mode EOD, activation feesi yo'q, reset fee $97, scaling micro scaling in funded, consistency rule, eval consistency rule anaqada. Tushundinglar? Tak, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, anaqalarni o'zini afzal tomonlarini ko'rsatayotgan, low profit target, weekly payout possible, shunaqa narsalar. Eval to life. $444, $197. Buni bu ham shu, lekin eng ichidan maslahat beradiganim mana shu Starter yoki Starter Plus ikkalasidan option. Endi My Funded Futures'dan olib aytadigan bo'lsak, endi mana bu yerda nimaga mana bundan ko'rasa expert akkauntida mana shuncha erkinliklar bor, bemalol xohlaganimda trade qilaman deyishingiz mumkin. Lekin biz 50k akkauntni 50k deb olmasligimiz kerak. Bizda bor yo'g'i $2000 pul bor. Bizga bor yo'g'i $2000 risk qilishga ruxsat beryapti. Ya'ni birdaniga anaqa qila olmaysiz.
shuni hisobiga mana bu starter plusini yaxshiroq birinchidan va anaqa challenge phase'da o'tishingizda hech qanaqa consistency rule yo'q. Bemalol o'tasiz. O'tganingizdan keyin adashmasam yo 40% yo 50% bo'ladi. Undan ko'p emas. 50% bo'lgan taqdirda ham uni ham hozir tushuntirib beraman. Tak. Buni olsangiz, siz birinchi очередda disiplina bo'ladi, ikkinchi очередda unaqa full port qilib kirib ketmaysizda. Agar kirib ketsangiz, hozir sizga anaqangizni profitingiz ko'taradi, trailing profit bo'ladi. Ya'ni stopingiz mana bu qanaqa ko'tarilsa, xuddi shunaqa profit targetingiz ham ko'tarilib ketib qoladi. O'shaning uchun starter pack olish kerak. Evalda anaqa yo'q, hech qanaqa mayda consistency rule yo'q. Ya'ni mana shunda masalan ikkita kontrakt bilan ochib position ochib bemalol 3000 profit target urib qo'ysangiz bo'ladi bitta anoni o'zida. Lekin 1,5 mingdan qilib ikkita o'tsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam oddiy 1000 dan qilib 3 kunda o'tib ketsangiz bo'ladi. 3 ta demoqchiman anaqada. Take profitda yoki bo'lmasam plus deydi. Shunaqa. Ko'rishingiz mumkin, mana shunda farqlar bor. Endi o'shani sizga hozir yana mana bu ba'zi bir terminlarni tushuntirib o'tib ketaman. Birinchi очередda keling EOD, mana bu boshidan ko'rsataydi. Hammasida, почти hammasida EOD da. Mana bunda ham EOD bo'ladi. Ya'ni $2,500 maximum loss limit. EOD nima degani? Birinchi очередda consistency rule tushuntirib beraman. Consistency rule bu faqat o'sha firma tomonidan berilgan shart. Sizni profitingizdan barqaror bo'lish uchun yana bir kun 2000 topib, keyingi kunida ham $50 topsangiz, ularga не stoytda. O'shaning uchun siz consistency, ya'ni bir kun har kuni bir xildan deylik $500 dan profit yoki har kun $1000 dan profit qilib ketsangiz, ularga shu yaxshiroq. Shuning uchun sizni anaqa disiplinada ushlash uchun, tajriba va tartibli trader bo'lishingiz uchun juda ham foydali consistency. Consistency rule tam 30% dan 50% gacha bo'ladi. 30% men o'zim Apex akkauntlarim bor. Apexda O'zbekistonda ban bo'lgani uchun bu yerga kirgizib o'tirmadim. Apex da 30% da, masalan, qolganlarida 40%, masalan, Funded Nextda 40%, еще da My Funded Futuresda aytishmasam 40%. Qolgan mana bu Top Stepda 50% bo'lish kerak, Fundingxda ham 50%. Endi EOD, ya'ni end of the day, bu trading kuni oxiri degani, ya'ni kun tugagach sizni maksimal drawdowningiz qayta hisoblanadi. Ya'ni o'sha New York PM tugagan vaqtida soat adashmasam necha bo'ladi? 5 dan to 6:30 gachami, shu orada 1,5 soat anaqasi bor. O'zini pauza vaqti bor, kun yopiladigan vaqti. Uni o'sha joyda sizni EOD, ya'ni kunlik drawdowningiz yana boshqatdan hisoblanadi. Misol uchun 50 kali akkauntingiz bor deylik. 50 kali akkaunt oldingiz bu yoqda. Sizni maksimum lossingiz 2,5 to'g'rimi? Ya'ni siz akkauntingiz 47,500 ga kelganda siz akkauntingizni yo'q loss qilasiz. O'sha kuni deylik siz 1,5 foyda qildingiz. Ya'ni 51,500 ga chiqdi, ko'tarildi narxingiz. Shunda o'sha market yopilgandan keyin sizni maksimum loss limitingiz yangilanadi. Ya'ni hozirgi 2,5 stopingiz 47,500 dan tepaga ko'tariladi. Endi buni hisoblash uchun qanaqa qilamiz? Deylik mana deylik sizda 1500 bor edi, uni qo'shamiz 50 akkauntingizga. Shunda 51500 bo'ladi. 51500 dan ayiramiz haligi maksimum lossingizni. Ya'ni 2500 ayirsangiz, shunda bizga kelib chiqadi 49000. Ya'ni sizni hozir stopingiz
endi 47.000 da emas, 47.500 da emas, 49.000 ga ko'tariladi. Mana shu narsa EOD deyiladi. Bu narsa accountingiz o'sha 50.000 ga 50 mana shu 2,5 mingdan tepaga ko'tarilasizku. Ya'ni 52.500 ga kelganda sizni drawdowningiz 50.000 ga ko'tariladi. Ya'ni bu degani siz qaytadan yana 50.000 ga qaytib tushadigan bo'lsangiz, siz account loss qilasiz. Shu narsa. Shuning uchun ozgina odamlar "Voy, nimaga ko'tariladi" deb hayron qolishadi. Chunki Forexdan asosiy farqi mana shu. Ya'ni siz ko'tarilgandan keyin yana pastga qaytib keladi. Shu narsasi bor. Tak, ana endi mana shu narsaga yana bitta qo'shimcha buffer zone degan narsa bor. Buffer zone bu funded bo'lganingizdan keyin ko'proq sizga muhim bo'ladi. Ya'ni ertaga deylik siz funded bo'ldingiz, funded next accountda funded bo'ldingiz 50 minglik accountda. Siz bu yoqda deylik 50 mingdan 52.500 ga ko'targan vaqtingizda 52 mingga ko'targaningizdan keyin haligi drawdowningiz tepaga ko'tariladi. Hozirgidek 50 mingga qaytib chiqib qoladi. 50 mingga qaytib chiqqandan keyin siz pul yechmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizga buffer zone tashlab ketishingiz kerak bo'ladi. Bu degani ya'ni buffer zone sizni real hisobdagi o'sha drawdowningizga kelib qolmasligi uchun ozgina himoya qiladigan защитный sloy bo'ladida. Buni Prop Futures'dagilar o'zlari ozgina shu shustrlik qilishganda, sizni o'zingizni pulingizdan o'zingizga stop loss qilib berishadi. Ya'ni qilgan profitingizni siz avval stop loss qoldirib ketasiz o'zingiz uchun buffer zone qilib. Ular minimum $150 qoldirasan degan, lekin siz $150 qoldirmaysiz. Sababi agar $150 qoldirib qo'yadigan bo'lsangiz, qolgan profitingizni yechadigan bo'lsangiz, 100% siz keyingi tradingizda agar nima deydi 100% успешный trader bo'lmasangiz, unda stop loss bo'lish ehtimolingiz ozgina kattaroq bo'ladi. Shuning uchun ko'p traderlar, o'zim ham masalan 50 mingmi hozirgi drawdowningiz maksimum loss limitingiz 2,5 ming bo'lsa, mana shu 52.500 dan keyin o'zingizga profit qilib pul ishlashni boshlaysiz. Ya'ni bu degani 50 mingdan tashqari, ya'ni yana 2000 qilgan, 2000 yoki 2500 qilgan profitingiz bu sizga o'zingizga buffer zone qilib tashab ketasiz. Ya'ni narxingiz qachon 54 mingga yoki 55 mingga chiqqan vaqtida keyin o'zlari buni qilishadi. Yoki qancha bir 52 mingda 2 mingni o'zingiz uchun buffer zone qoldirib ketsangiz ham 53 ming qilganingizdan keyingina siz profit anaqaga splitga berishingiz mumkin. Shundagina anaqa qila olasiz. Nima deydi? O'zingizga safe zone bo'ladi. Ya'ni ertasi kunida yana savdo qilgan vaqtingizda ham, чтобы sizga minus bo'lib qolmasligi uchun deylik 3 ta yoki 4 ta masalan $500 dan risk qilib turib 1% dan risk qilib ochadigan bo'lsangiz ham position, deylik 3 ta tradingiz noto'g'ri bo'ldi, oxirgisida take profit oladigan bo'lsangiz ham yana plusga ko'tarilib olasizda, haligi anunga kelib qolmaysiz, drawdown kelib qolmaysiz, akkauntni yo'qotmaysiz. Shuning uchun kerak bo'ladi. Mana shu narsada bu yoqda ko'rganinglardek consistency rule anaqada ham funded bo'lganinglarda ham consistency rule hisoblanadi. Men boshida tushunmaganmanda, qanaqa qilib hali ishlamagan profitimga 40% consistency rule bo'lishi mumkin deb. It's like tushunarsizda, masalan sizda tepada profit targetingiz yo'q, o'sha vaqtda tushunmaganman. Keyin firmalardan supportidan so'raganimda aytishgan, mana shu narsa общий misol qilib olinaveradi ekan. Ya'ni hozir profit targetingiz 2,5 ming bo'lsa, funded bo'lganingizda ham consistency rules hisoblanishi uchun mana shu 2,5 mingingiz qolaveradi. Ya'ni bu degani siz bunga amal qilishingiz uchun deylik 2,5 mingni 40% $1000 bo'ladimi? Siz o'sha $1000 dan ko'p qilmasdan yuraverishingiz kerak. Agar $1000 qiladigan bo'lsa, $1000 dan ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, keyin ular o'zlari sizni consistency rulesga to'g'ri keladigan yangi profit target bo'ladi. Ya'ni bu degani deylik aytadi, siz hozir deylik 2,5 mingdan tashqari 2,5 ming qilgan vaqtingizda masalan 40% da ushlab turasiz-ku. Agar deylik bir kunda 2,5 ming qildingiz, ikkinchi kuni ham yana 2 ming topdingiz, bu umuman 40% ga to'g'ri kelmaydi. Siz shu anoningiz prosentingiz juda
katta bo'lib ketib qoladi. Shuni hisobiga consistency rule'ga kirmaydi bular. Bular o'zlarini hisoblashmaydi. Shuning uchun masalan $1000 dan stabil take profitingizni $1000 ga to'g'irlab qo'yib, bemalol masalan nechtadir nima edi, green tipilaringizda foydaga chiqishingiz mumkin. Shu taraflama ozgina endi bunda nimaga bular consistency rule qiladi, anaqa qiladi bilishinglar uchun forex akkauntlarda ham, bu akkauntlarda ham hammasi sim funded deyiladi, ya'ni simulated funded. Sizni real bozorga olib kiradi, lekin real pul bilan savdo qilmaysiz. Ya'ni bu yoqda masalan funded nextda sizga aytishadi profit split deyiladi. Profit splitni bular performance reward deydi. Ya'ni siz xuddiki o'zingizni skillingiz uchun bonus olgandek hisoblanasiz. Mana shunda shunaqa tushunishingiz mumkin. Mana bitta hozir ko'rganinglardek aytgan nima edi, eval to life degan. Ya'ni sizga mana bitta profit targetingizni qilib hamma narsani o'tganingizdan keyin sizga simulated fund beradi. Ya'ni real bozorda faqat real pul emas. Eval to life'da sizga real bozorga mana bu eval o'tganingizdan keyin real bozorga olib chiqib sizga real pul beradi qo'lingizga, ya'ni 50k beradi. Lekin baribir ko'rayotganingizdek qo'lingizga 50k ko'rinishida bo'ladi, lekin sizga mana общий $1,500 bergandek bo'ladi. Ya'ni sizni yo'qotishingiz 1,500. Undan anaqa qila olmaysiz. Masalan anaqalarda forexlarda 5k adashmasam 5k. Bunda 1,5 juda ham kichkina. Siz umuman mana shu akkaunt olgan vaqtingizda siz hayolingizda 50k qo'limda bor deb o'ylamangda. Shuning uchun katta risk ochib, 50 ta trade qilishim mumkin emas. Siz mana shuni o'zini hisoblashingiz kerak. Ya'ni menda 1,5 deylik stop loss bor. 1,5 stop lossni meni take profitim 3000 da. Qanaqa qilib nechta trade'da men o'tishim mumkin, shu narsalarni hisobga olishingiz kerak edi. Shundan keyin siz o'zingizga stop lossingizni belgilashingiz kerak. Deylik $300 dan agar qiladigan bo'lsangiz, siz 5 ta trade qilishingiz mumkin bo'ladi. Birga 3 ta olsangiz ham bitta take profitingiz 900 bo'ladi. Ya'ni consistency rule buzmagan holatda deyarli почти 3,5 ta trade yoki 4 ta trade'da siz o'zingizni mana profit targetingizni urishingiz mumkin. If all of them will be green, ya'ni hammasi green bo'lsa, umuman stop loss olmasangiz degan ma'noda aytyapman. Shunda siz hisoblab olishingiz kerak. Ya'ni hozir baribir men evalda emas, ko'p sizlarga maslahat beradiganim funded nextda, yana boshqalari ham o'zingizga qarab, lekin mana shu O'zbekiston uchun hozir hamma shart-sharoitlari ko'proq qulay bo'lib turgan funded next bo'lib turibdi. Mana bittaga ko'rishinglar mumkin, tam 15% performance reward bor challenge phase'da, ya'ni 50 kali akkauntda o'tganingizdan keyin почти mana bu $249 qaytarib olishingiz mumkin-da, ya'ni $375 sizga reward beradi. Buni ham olishi naqasi bor. Bilsanglar o'zidan o'zi berib qo'yishmaydi, baribir buni ham ozgina anaqa qilishinglar kerak bo'ladi, mehnat qilishinglar kerak bo'ladi. Bu yoqda mana bitta bularni benchmark deydigan narsa bor. Hozir bir sekund. Tushamiz. Mana taqqoslash uchun mana chart qilingandi. Mana bitta ko'rishinglar mumkin. Hammasini o'zini profilmalar. Bu yoqda mana futuresda 3 ta anaqa 50 kali akkauntlarini hammasi turibdi. Keyin bu yoqda 4 ta, to есть 4 ta funded next, keyin funding ticks, top step express. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Oylik narxlari har bittasiniki $197, $127, $227, tam funded next futures $249. Hammasida bilasizlar, ko'pincha oylik anaqalari bo'ladi, diskontlari bo'ladi. Ya'ni top step постоянно $49 turadi. Undan emas, nima deydi, hech qachon o'zgarmaydi desa ham bo'ladi. Diskont yozib qo'yishadi, lekin hech qachon $165 dan top step express account olishganini ko'rmaganman. Qolganlarida esa masalan funding ticks diskont qilib turadi, funded next futuresda ham diskont bo'lib turadi, oyma-oy tam 50% skidkalar bo'lib ketdi bir orada.
Вот, shunaqa. Ko'rishlar mumkin. Почти hammasida Funded Next'dan boshqa hammasida 3000 profit target. Bizga Funded Next nimaga yaxshiroq deganim shu. 2500 profit target bo'ladi. Tezroq profitingizga yetib olishingizga. Drawdown trailing'i ham kattaroq hammasiga qaraganda. Qani 2500 o'tishingiz, 2500 qolishingiz. Bu degani yaxshida anaqa nima deydi? Accountingiz qulayroq. Почти hammasida shu 3 ta mini ocha olasiz. Consistency rule 40% bor, lekin that's still okay. Like sizga boyagi tushuntirib berganimdagi agar riskingizni hisoblaydigan bo'lsangiz, 2500 ni 5 ta trade qilsangiz ham $500 riskovать qilib 1 ga 3 qilganingizda o'zi 1500 bo'ladida, lekin siz 40% consistency rulingiz hisobiga siz 1 ga 5 1 ga 3 emas, уже siz $500 risk qilib turib 1 ga 2 olsangiz ham take profit уже bir kunlik anaqasi consistency rule bo'lasiz, yokida shuni $300 dan risk qilib turib 1 ga 3 olsangiz ham yoki 1 ga $350 dan risk qilib turibdi. Uni qanaqa qilib Sarvar bittasida kontraktda hammasida fixed bo'ladi-ku, tam bitta ochgan vaqtimda men o'zim $300 risk qila olmayman-ku desanglar, mana bu yerda bekorga 30 ta micro deb qo'ymagan. Ya'ni o'sha chartga kirgan vaqtinglarda hamma anonimlarni, produktlarni microsida ishlanglar. Micro eng mana shu riskni kontrol qiladigan narsa. Mana shuning uchun ham microga ochish kerak. Ya'ni narigi videolarimni ko'rishinglar mumkin. Agar tushunmasanglar qanaqa micro ochiladi, mini micro nima, shularni keyingi videomda bor, to есть oldingi videomda bor, ko'rishinglar mumkin kirib. Mana mana shudan ko'rishingiz mumkin. Mana shunda siz o'zingizga bemalol tam $350, exactly $350 bo'lmaydi. No, approximately taxminan $350 atrofida riskovать qilasiz, чтобы take profitingiz 1000 ga bo'lishi uchun. Siz o'sha yerda lekin хотя бы take profitingizni 1000 qilib fixed qilsangiz bo'ladi. Anaqani fixed qila olmasangiz ham, oti nima edi? Stop lossingizni fixed qila olmasangiz ham, take profitingizni lekin точно $1000 qilib qo'ysangiz bo'ladi, чтобы oshmasligi uchun. Yokida $990 mi, 900 ish qilib 1000 dan past qilib qo'ysangiz, mana bu yerdagi 40% consistency rule buzib qo'ymaysiz. Mana shunaqa. Shu bilan o'tib ketishingiz mumkin. Masalan, men masalan обычно $350 dan risk qilaman, чтобы 1 ga 3 olganingizda 1 ga 3 olasiz. Mana bu yerda ko'proq shansingiz qoladi, чтобы o'zingizga anaqa qilishingiz uchun, oti nima edi? Riskovать qilishingiz uchun. O'shanda ko'proq position ochasizda. Masalan, $300 dan qilgan taqdiringizda ham 8 ta trade qilishi mumkin bo'ladi. Agar yana anaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha 350 dan bo'ladigan bo'lsa, tam 6 tami shunaqa, грубо говоря, shunaqa bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha microda ishlanadi. Mana shunaqa consistency rule'ga e'tibor berasiz. Bu sizni disiplinani rivojlantiradi-da. Keyin shunda siz mana bu yerda scaling planlarga qarab o'tirmaysiz. Scaling plani почти anaqa bo'lmaydi. Undan keyin masalan, mana bu yerda payout speed degan narsa bor. Payoutni qoidalaridan yana bittasi Funded Next'niki. Hozir tak Funded Next'ni payoutini tushuntirib beraman. Mana bu yerda yozgan after 5 benchmark day. O'zi benchmark nima degani? Mana hammasi ko'rgan bo'lsanglar, benchmark mana bizda bor, benchmark bor, mana bizda 5 winning day. Почти bir xil narsa, lekin anaqa nima edi oti? Salgina nomini o'zgartirib yozishgan. Benchmark degani siz anunga o'tganingizda, fundedga o'tganingizda, simulated fundingga o'tganingizda o'sha 5 ta $200 dan oshgan profit qilgan kuningizdan keyingina siz anunga payoutga request berishingiz mumkin. Ya'ni 5 ta успешный kun deyiladimi? Shunaqa plus kunda trade qilasiz, undan keyin sizga payout qilishga ruxsat beradi. Ya'ni $200 dan oshgan bo'lishi kerak. Mana shu o'zi saytida ham yozib qo'ygan, frequently asked questionga kirsanglar, o'sha yerda masalan after mana shuni ko'rsatib bera qolaman. Mana deylik, mana kirasizlar. What are benchmark days at Funded Next futures? Mana aytgan, no benchmark days requirement during the challenge phase at the Funded Next futures. Ya'ni challenge etapida hech qanaqa benchmark yo'q. Ya'ni
ketaverasan. Chunki pul chiqarib olmaysiz challenge'da. Fundedga o'tganingda traders are required to fulfill at least 5 benchmark days criteria in their funded next account. Bu yoqda aytyapti, чтобы qonun qoidalariga amal qilish uchun trader to'g'ri kelishi uchun 5 ta benchmark day bo'lishi kerak funded next accountda. Shunda anaqa qila oladi. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatgan benchmark day requirement'i $100 25 kali akkauntda, $200 50 va 100 larda. Ya'ni kuniga ochgan vaqtingizda. If a trader does not meet the minimum profit requirement on giving trading day, that day will not count as a benchmark day. Ya'ni kuningizda $200 dan plusda profit topmaydigan bo'lsangiz, u benchmark day hisoblanmaydi. O'shaning uchun ham iloji boricha o'sha profit bo'lgan vaqtida hech bo'lmasa o'zingizni stop lossingizni bezubitkaga emas $200 plusga qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi, чтобы stopingizni urgan taqdirda ham kuningiz $200 plusda bo'ladi и benchmark day bo'ladi, чтобы sizni ertangi kunida qilib qo'yadigan yaxshi take profitingizni yo'liga to'sqinlik qilmaydi, чтобы o'zingizga payout qilib olasiz bemalol. Shunaqa. Keyin yana aytadigan narsa, mana bu boya aytdim, nima uchun mana bu nimaga live account access. Bular boya aytganimdek, live accountda semdan keyin o'tishi mumkin degan, masalan, mana My Funded Futuresda ko'plarida, mana hammasida demo deyilgan. Tak. Nima demoqchi edim? Esimdan chiqib ketib qoldi. Nima uchun 50 ga tanlaganim? 50 ga tanlaganimiz sababi o'zi biz futuresda mana shu bergan hamma qoidalariga hech qanaqa siqilishsiz amal qilib anaqa qilishimizda eng katta narsa bu copy trade qilgan vaqtimizdagina bemalol anaqa qilish mumkin. Oti nima edi? Bemalol ishlashingiz mumkin mana shu qoidalarga amal qilib. Sabab aytishingiz mumkin-da, agar bir donagina funded next accountingiz bo'ladigan bo'lsa, you may say like, qanaqa qilib men hozir buni qilsam $1000 dan o'tiraveraman, undan forex yaxshi-ku, forexga chiqib turib forexda ishlasam u yoqda deylik 5 lot 10 lot ochamanda normalniy take profit qilaman, bo'ldi, one shot one kill, bir haftalik take profitimni urishim mumkin deyishingiz mumkin. Lekin bu siz o'ylaganchalik emasda. Bu yoqda shu plus tarafi shuki, siz katta take profitlarni anaqa qilmaysiz, maqsad qilmaysiz. Bu yoqda siz bu yoqda anaqa bo'lib turib disiplinani ushlab hammasini yaxshi joyda qilsangiz, sizga o'zlari masalan option qilib bergan, copy trade uchun option qilib bergan. Forexda ancha oldin bor edi, hozir bu narsani ban qilib qo'yishgan akkauntlarda, hech qaysi funding pipslarda ham copy trade yo'q. Bularda yaxshi tarafi, siz masalan funded nextda 300 kgacha olishingiz mumkin. Ya'ni 6 ta 50 kali akkaunt olib, o'shani copy trade'lar bor. Masalan, ikkita copy trade bor. Trade Syncer, mana Trade Syncer'niki bor. Trade Syncer bor. Yana bittasi Replicanto degani bor. Replicanto или Replicanto bor. Keyin mana Ninja Trader'da ham o'zini copy trader'lar bor. Tradewayniki ham bor даже. Скорее всего, mana bu Trade Syncer'da yaxshiroq tarafi tam 7 kun hamma anaqalaringizni ko'rsatib boradi, nima uchun hammasini ko'rsatadi. Bu reklama emas, просто men o'zim foydalanadiganim Trade Syncer'da ishlataman. Funded Next Futures'dan masalan deylik 6 ta 50 kali akkaunt olganingizdan keyin siz hammasini bemalol anaqa qilishingiz mumkin. Ya'ni $300 dan deylik risk rewardni anaqa qilasizda, o'zingizni riskingizni $300 deb qo'yasiz. Bitta position ochasiz, $1000 take profit qilganingizda deylik hamma akkauntingizda $1000 dan bo'ladi. Ya'ni bu degani bitta akkauntingizda deylik after 5 benchmark day siz $100 deylik $1000 take profit olyapsiz, $1000 chiqarib olmoqchisiz. $1000 chiqarib olmoqchi bo'lganingizda sizga anaqa nima edi, 6 ta akkauntingizdan $1000 dan chiqadi-da. Bu degani $6000 bo'ladi. Ya'ni siz 1% вообще-то anaqa 50 kani 1% emas-da, siz 300 kani 1% chiqargandek bo'lasiz-da. Anaqa, to есть normalniy yo'q, 300 kani 0.5 bo'ladi shunda. Shu ish qilibdi $6000 chiqarib olsangiz bo'ladi.
ko'plarida hammasida har xil qonun qoidalari bor. Masalan, funded next futuresni qoidasi take profitni deylik, take profit profit is split qilib, bular o'zi chalg'imaslik uchun profit split demaydi. Bular performance reward deydi. Ya'ni sizni o'zingizni performansingizga qarab sizni rag'batlantiramiz degandek edi. Maqtov yorlig'i emas, anaqa berishadi. O'ziz ishlagan pulingizdan sizga boshida anaqa bo'ladi. 50%. Ya'ni profit split 50%. Ya'ni bu degani siz akkauntingizni deylik $1000 profit splitga beradigan bo'lsangiz, ya'ni reward anaqaga withdrawga bergan vaqtingizda sizga boshida 50%. After 30 benchmark days degan, ya'ni 30 kundan keyin 30 ta benchmark day bo'ladi-ku. O'shandan keyin siz 100% anaqa ola olasiz. Nima edi? Withdraw qila olasiz. Ya'ni pulingizni hozir boshida 50% bo'ladi. Disiplina o'zingiz har tomonlama ushlab turib, yaxshi trader bo'lib anaqa qilsangiz, 30 kundan keyin, ya'ni 30 ta benchmark day, ya'ni 30 ta $200 profitli kuningizdan keyin уже u yog'iga 100% lik profit split bo'ladi. Ya'ni performance reward hammasi sizga beriladi. Funded nextda shunaqa. Anaqada funding textni mana 90%. Ya'ni har 5 kunda 90% anaqa qilsangiz bo'ladi. Bemalol. Xuddi anaqaga o'xshaydigan narsada o'zlari 80 ga 20 ku anaqada, bunda 90% ekan. Top stepda ham adashmasam boshida 25 ga bo'lguncha 100%, undan keyin 80 ga 20 bo'lishi kerak. At the same with my funded futures. My funded futures da ham bir xil. Yoki tak. Kelib ko'ramiz mana shuni. Frequently asked question kiramiz, qidirasiz. Bu sizga oddiy narxda ana bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa ham, shuni frequently asked question ga kirib turib yozib bo'ladi. Profit split qani yozib ko'ramiz deb qo'yamiz. Mana bu yerda yozgan 80% bunda ham. Bemalol anaqa qilishingiz mumkin. 80% olasizlar. Ba'zilarida hammasida har xil, lekin скорее всего 80%, overall 80% bo'ladi bunda. Ish qilib ko'rdinglar. Eng o'sha anaqalari hozirgi vaziyatda eng yaxshilaridan bittasi mana buni activation fees yo'q, anaqaniki my funded futuresniki. Undan keyingisi masalan funding nextniki. Lekin hozirgi anaqadan kelib chiqadigan bo'lsangiz, bir marta to'laysiz. O'tasiz. Funded next futures is the best option right now. Masalan, eng yaxshi option. Chunki ko'rishinglar mumkin, o'sha profit targeti ham, maximum loss limitlari ham kattaroq, consistency rule ham 40% masalan bo'ladi. Manaqada ham 40% da, my funded futures da ham. Shuning uchun o'ylayman, masalan, shundan olsanglar ham bo'ladi. Bemalol qilishinglar mumkin. Aytgancha yaqinda announce qildim, shu mana shu funded next futures bilan anaqa bo'ldim, partnership bo'ldim. Shuni hisobiga sizlarga просто mana shuni olinglar deb force qilmayman. Mana shuni olsanglar ham baribir o'sha yerda discount bo'ladi. FT Lab deb yozsanglar discount kodiga. Hali o'zi time to time discountlari ko'payib boradi, lekin mana shuni yozsanglar discount hozircha adashmasam 5% berish kerak. Keyinchalik yana ko'payadigan bo'lsa, sizlarga mention qilib boraman. Tak, menimcha men kerakli anaqani tushuntirib bera oldim bugungi masalalar bo'yicha. Mana shu yana nima desam bo'ladi? Menimcha bo'ldi. Yana agar nimadir sizlar o'zinglarni ichingizda qolib ketgan, ko'rdinglar videoni, qaysidir savolga javob topa olmasanglar, aytsanglar, sizlar bilan kommentda javob berishim mumkin, yoki hamma shu javob anaqa qilib, может qaysidir kunda Telegram kanalimda bitta live qilib, sizlarni o'sha kerakli hamma savollaringizga yana javob berishga harakat qilaman. Kommentda o'zingizlarning reaksiyalarni qoldiringlar va sizlarga xayrli kun. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.